Mana aka mostini qaranglar, mosti Lugong bo'ladi buni. Lekin balon ham Lugong bo'ladi mana. Bitta zavod bo'ladi. Bu balon qimmat balon akalar. Hozir farqini tushuntiraman, mana qaranglar. Mana bu. Mana buni balonni ko'rasizlar. Mana bu arzonroq variant balon bo'ladi. Xuddi shu razmerda, mana bu sifatliroq balon bo'ladi akalar. Texnika o'tganda ko'pchilik e'tibor bermaydi, lekin farqi ko'p bo'ladi. Mana most o'zi Lugong deb aytdim sizlarga. Bu уже ancha kачественный, zapchasi ham bittada topiladigan narsa bilan aka. Arzonroq variant sexda ishlab chiqarilgan variantlarda ko'pincha unaqa yig'ma bo'ladi. Ko'p zapchaslari tushish qiyin, razmeri har xil bo'ladi. Har xil partiyaning razmeri keyingi yangi chiqqan partiyaniki to'g'ri kelmaydi. Bunda unaqa emas. Bunda standart chiqadi. Mana bu texnikaniki bunisiga ham to'g'ri kelaveradi akalar. Shu narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. 0.8 kubalik pogrузчик. Так. 320, 330 ga kovushdagi bilan ko'taradi. 1 ton 200 gacha yuk oladi. Narxi 155 million so'm. Konditsioner, pechka hamma do'stlar bor. Jo'stuk управление. E'tibor berib qo'yasizlar. Masляный filtr, воздушный filtr ichida и orqa protevislar to'ldirilgan bo'ladi. Yo'da. Воздушка tashqarida masляный filtr turibdi, chang joylarda ishlatsanglar ham bemalol bo'laveradi. Shunga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasiz. Shumkaga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu narsaga e'tibor beringlar akalar, shumka qilingan, mana ichkarilar bilan mana bu tomonlarda ham shumka qilingan. Shuni hisobiga kabinaning eshigi yopilgan paytda shum izolyatsiya kuchliroq akalar. Shovqin eshitilmaydi kabinaning ichida bo'lganinglarda. Hozir bir ikkita pogrузчикlarni ko'ryapmiz. Boyaga zavod qilib haydovchi ichkarida o'tirgan paytda shovqin juda kuchli, charchatib tashlaydi. Ishdan ham ko'ra shovqin sizni charchatib tashlaydi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdagi nomerga murojaat qilaverasizlar. 155 million lizing kredit, hamma usloviya bor.